بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Bugun 2026-yil Ramazon oyining 29-kuni. Bizga kelib tushayotgan murojaatlarga javob beramiz. Biz G'azo markazida faoliyat olib borayotgan Ummat birligi jamoasiga sizlarning doimiy qo'llab-quvvatlashingiz sababli G'azodagi birodarlaringizga yordam bermoqdamiz. Qilgan bu sa'y-harakatlaringiz uchun Alloh sizlarni ajrlantirsin. Alloh taolo sizlarga bu mablag'ni bir necha barobar qilib qaytarsin. Mol-mulkingiz va farzandlaringizga baraka ato etsin. Bu mol sizlar uchun baraka va ko'payish sababchisi bo'lsin. Sizlar bizga yordamchi bo'ldingiz, qo'llaringizni cho'zdingiz. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. بسم الله الرحمن Alhamdulillah, الرحيم Alloh taolo وصلنا bizni shu amallarga muvaffaq etdi. Va siz o'zbek birodarlar tomonidan yuborilgan naqd pul yordamlarini biz hozir mana bu beva muslima opamizga topshirmoqdamiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Men va yetimni kafolat qilguvchi kishi jannatda mana shunday bo'lamiz" deb ikki ko'rsatkich barmoqlarini ko'rsatdilar. مساهمة مقدمة من شباب الأوزبك. Alloh sizlarga baraka bersin, Allohga hamdlar bo'lsin. Ushbu muslima opamiz shahidning beva ayoldir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlaridek, men va yetimni boqib kafolat qiluvchi kishi jannatda mana shu ikki barmoq kabi yaqin bo'lamiz deb ko'rsatganlar. Ko'rsatkich va o'rta barmoqlarini. Sizlar tomonidan berilgan naqd pul yordamini bu opamizga topshiramiz. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Alloh sizga baraka bersin. Urush sababli men moddiy yordamga muhtojman. Davolanish uchun mablag' kerak. Inshaalloh. Allohdan yordam so'rayman. لا أكلف نفسي لأموري. أنا بحتاج مبلغ مادي وكثر الله خيرهم شباب الأوزبك اليوم جابوا لنا مبلغ مادي وجزاهم الله في الخير. إن شاء الله يا رب يفرج علينا وعليهم. الله يبارك فيك. هذه هي المساعدة مقدمة من شباب الأوزبك عشان ييسروا عليك وتقدر إن شاء الله تشتري علاجك فيها. والله يدومك بالسلامة. يا رب. الله يحفظك. من بعد موتك يا